Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Nazira Isroilovna, Mudarris akademiyasi arab tili o'qituvchisiman. Bugun sizlarga arab alifbosi harflarini tez va oson o'rganish uslublarini taqdim qilaman. Arab tilini o'rganish boshqa davlatlarga nisbatan o'zbeklarga osonligi, arab tilidagi 28 ta harfimizni 20 tasi o'zbek ona tilimizdagi harflarga munosib kelishidir. Arab alifbosidagi harflarni talaffuzini oson topish uchun ularni sukunli holatda keltiramiz. Fathadan so'ng alif harf harakatsiz kelib, a unlisini 2 harakat cho'ziq talaffuz qilishni bildiradi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Nazira Isroilovna, Mudarris akademiyasi arab tili o'qituvchisiman. Bugun sizlarga arab alifbosi harflarini tez va oson o'rganish uslublarini taqdim qilaman. Arab tilini o'rganish boshqa davlatlarga nisbatan o'zbeklarga osonligi, arab tilidagi 28 ta harfimizni 20 tasi o'zbek ona tilimizdagi harflarga munosib kelishidir. 8 tasi esa arab tiliga xos undosh tovushlar bo'lib, o'zbek tilida uchramaydi. Bu harflar fa, zal, ayn, ha, sod, dod, to va zo tovushlaridir. Ushbu 8 ta arab tiliga xos bo'lgan undosh tovushlardan bittasi, ya'ni dod, dunyo bo'yicha faqatgina arab tiliga xos bo'lganligi uchun arablarning ikkinchi nomi ahlud dod, ya'ni dod harfini talaffuz qiluvchi xalq deb ataladi. Ushbu arab tiliga xos bo'lgan 8 ta undoshni talaffuz o'rni hamda xususiyatlarini o'rganib, arablarni bu arabmi yoki ajammi deya lol qoldirishingiz ham mumkin. Arab alifbosi harflarini tez o'rganishni xohlagan inson o'ziga 3 ta harakatni yaqin do'st qilib olishi kerak. Ushbu harakatlar: birinchisi fatha, fatha harf ustiga qo'yiladigan ushbu belgi bo'lib, a unlisini ifodalaydi. Fathun ochmoq harflarni ochiq talaffuz qilishni bildiradi. Ikkinchisi kasra harf ostiga qo'yiladigan ushbu belgi bo'lib, i unlisini ifodalaydi. Kasrun sindirish, egish ma'nolarini anglatadi, go'yoki harf ostiga egib qo'yilgan. Uchinchisi domma harf ustiga qo'yiluvchi ushbu belgi bo'lib, u unlisini ifodalaydi. Dommun yig'ish, birlashtirish, qo'shish ma'nolarini anglatadi. Go'yoki tovushni yig'ib talaffuz qilish u. Ushbu 3 harakat arab tilida qisqa unlilarni ifodalaydi. Sukun ushbu belgi bo'lib, harakatsiz harflar ustiga qo'yiluvchi alomat. Ushbu sukun alomatini olgan harf fatha, kasra va dommasiz o'zi yolg'iz talaffuz qilinadi. Arab alifbosidagi harflarni talaffuzini oson topish uchun ularni sukunli holatda keltiramiz. Oldiga fathali, kasrali, dommali hamza yoki harakatli harf qo'yamiz. Misol uchun, ba harfini mahrajini bilmoqchi bo'lsak, ab sukunli holatda talaffuz qilamiz. Va ab deganimizda ba harfi 2 labning o'zaro bir-biriga tegishidan hosil bo'lganligi uchun uni lab harfi deb olamiz. Endi esa ushbu ba harfiga fatha, kasra va domma harakatlarini qo'shib o'qiymiz. Birinchi undosh tovushdan boshlaymiz. Baga fathani qo'shamiz. Ba. Baga kasroni qo'shamiz. Bi. Baga dommani qo'shamiz. Bu. Ba, bi, bu. Shu yo'sinda qolgan harflarga ham ushbu 3 ta harakatni qo'shib talaffuz qilamiz. Fathadan so'ng alif harfini, kasradan so'ng ya harfini
va dommadan so'ng vav harfini harakatsiz keltirilsa, u cho'ziq unlilarni ifodalaydi. Fathadan so'ng alif harf harakatsiz kelib, a unlisini 2 harakat cho'ziq talaffuz qilishni bildiradi. Ba. Kasradan so'ng ya harfi harakatsiz kelib, i unlisini cho'ziq talaffuz qilamiz. Bi. Dommadan so'ng vav harfi harakatsiz kelib, u unlisini cho'ziq talaffuz qilishni bildiradi. Bu. Bu joyda ba, bi, bu ba harfi qisqa unlilar bilan keldi va mana bu joyda ba, bi, bu. Ba harfi cho'ziq unlilar bilan keldi. Hamza fatha bilan kelsa, a deb o'qiymiz. Kasra bilan kelsa, i deb o'qiymiz. Domma bilan kelsa, u deb o'qiymiz. A, i, u. Ushbu hamzani ba harfiga qo'shib talaffuz qilib ko'ramiz. Ab. Iga bani qo'shamiz. Ib. Ub. Ab, ib, ub. Ba harfiga fathani qo'shamiz. Ba. Kasroni qo'shamiz. Bi. Dommani qo'shamiz. Bu. Ba, bi, bu. Fathadan so'ng alif harfini keltiramiz va u harakatsiz bo'lgani uchun cho'ziq unlini ifodalaydi. Ba, bi, bu. Endi keyingi harf bo'lgan ta harfini talaffuz o'rni hamda fatha, kasra, dommali ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Endi esa ta harfini ushbu harakatlar bilan o'qilishini ko'rib chiqamiz. At, it, ut. Ta harfi fatha bilan kelsa, ta. Kasra bilan kelsa, ti. Domma bilan kelsa, tu deb o'qiymiz. Ta cho'ziq a unlisi bilan kelishi, kasradan keyin ya harfi kelib cho'ziq i unli bilan kelishi, ti. Tu. Dommadan so'ng vav harf keldi va u unlisini cho'ziq talaffuz qildik. Ta, ti, tu. Sizlar bilan ba harfining talaffuz o'rni va xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Ba harfini talaffuz o'rni ab deb, ya'ni sukunli holatda oldiga harakatli harf qo'yish bilan bilinadi. Ab. Lab harfi, ya'ni shafaviya harfi. Har bir harfni kamida 5 ta sifati bo'ladi. Ziddi yo'q sifatlar qo'shilishi bilan 6 ta va 7 tagacha bo'lishi mumkin. Ba harfini 6 ta xususiyati bor. Birinchisi, ab. Kaftimizni tutamiz. Ab hech qanday havo urilmasa, jarangdor harf hisoblanadi. Jarangli, ya'ni jahr. Endi fa harfini af. Bunda kaftimizga havo urilganligi hisobiga u hamz, jarangsiz tovushni bildiradi. Ikkinchi xususiyati shidda. Ya'ni qattiq, portlovchi xususiyatiga ega. As. Sin harfi biz o'zimiz to'xtatmagunimizcha to'xtamaganligi hisobiga u sirg'aluvchi yumshoq hisoblanadi. Ab deb bni davom ettirish mumkin emas, ya'ni kesik. Uchinchi sifati iste'fola. Til orqasi ko'tarilmay pastda yotgani uchun ingichka harf hisoblanadi.
To'rtinchi xususiyati infitoh. Ochiq. To, ti, tu. To tovushini talaffuz qilgan paytimiz til va tanglay o'rtasi yopishgani uchun yopiq, b, bi, bu harfida esa til va tanglay o'rtasi ochiq bo'lganligi uchun infitoh xususiyatiga ega. Beshinchi xususiyati izloq, ya'ni talaffuzi yengil harf. Oltinchi sifati esa ziddi yo'q sifatlardan qolqola, ya'ni tebratish sifati. Sukunli bo'lgan vaqt ab, ib, ub kabi tebratib talaffuz qilinadi. Qolqola. Tebratish. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Arab tilini oson o'rganish uchun bizni kuzatishda davom eting. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizga yuboring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring.